Assalomu alaykum. Bugun sizlarga idealniy chiqadigan binechik retsepti bilan bo'lishaman. Bu binechikka chaynak suvda solinmaydi. Juda mazali chiqadi. Bitta tayyorlab ko'ringlar. 3 ta tuxumni yaxshilab ko'pirtirib olamiz. 2 stakan sut, 2 qoshiq shakar, 1 chimdim tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. 2 stakan un solib olib aralashtirib, 1 stakan yog' solamiz va siytadan o'tkazib olamiz. Massamiz ustiga qaynoq suv solamiz 2 stakan. Birinchi bo'lib tavani yog'lab olib pishirishni boshlaymiz. Keyingilarda уже yopishmaydi. Nachinkasi uchun men piyoz bilan qiymadan foydalandim. Tabga ko'ra xohlasanglar kartoshka qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Tayyor qiymalarimizni bilinchiklarimiz ustiga bir xilda qilib solib, qattiq qilib o'rab olamiz. O'shanda ochilib ketmaydi. Men o'zim uchun ozgina tvorogli soldim. Men oilamdagilar tvorog yeyishmagani uchun sizlar tabga ko'ra ko'proq qilsanglar bo'ladi. Men 100 gramcha tvorogdan foydalandim. 4 ta dona chiqdi. Bir marta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa videomizni like, podpiska bosib qo'yishni unutmang.